هي الأخلاق ترفع كل عابد وتسمو فوق منزلة الجميع. ألا علم يبارك في حياة إذا لم يكسب الخلق الرفيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun dekabr oyini 4-payshanba kuni 2025-yil. Alloh taolodan yordam so'rab, har payshanba kunlikda mo'minni axloqi degan darsimizni olib borayotgan edik. Mo'minni axloqi degan kitobdan mana darsimizni olib borar ekanmiz. Ya'ni juda ham muhim bo'lgan axloqlarni gaplashib ketayotgan edik. Endi mana shu axloqlardan biz mana bugungi gaplashadigan mavzuyimizda al-intisor degan mavzuni gaplashamiz. Intisor degani nima degani deyilsa, inson ba'zi vaqtlarda o'zini oqlashi, o'zini oqlaydi, o'zini qora holatga o'zini bulg'ab turib tashab qo'ymaydi ya'ni. Mana shu holatda demak mana shu narsani intisor deb turib aytiladi ya'ni. Tushundingmi? Xo'p, endi mana shu haqida aytib ketamiz. O'zi aslida Alloh taolo Qur'oni Karimda vallazina iza asobahumul baghyu hum yantasirun. Ya'ni bu yerda Alloh taolo mo'min bo'lgan odamlarni aytib bergan. Mo'min odamlar shunday bir odamlarki, ularga agar zulm yetib qoladigan bo'lsa, ular yantasirun degani masalan zulm bittamtasi haddidan oshib qo'ysa, birdan o'zini oqlaydi bular. Ya'ni qora ro'yxatda turgan holatda qolavermaydi deganida. Masalan, jumladan hozirgi kunda ham ko'radigan bo'lsangiz, masalan, ba'zida bir musulmon odamni arzimagan ishi uchun hukm o'qib tashlaydi. Masalan, mana kuni kecha bir internetda ko'zim tushib qoldi-da. Qara, misol uchun bitta bola, 20 yoshli bola bitta narsaga layk qo'ygan ekan, diniy bir material deyapti-da endi, masalan, diniy material qanaqadir endi bilmadim masalan. Ana shu bitta materialga layk qo'yib qo'ygan ekan, 6 yilga qamalibdi. 6 yil masalan, hazlakam narsa emas-da. Balki internetga yozsanglar ham chiqsa kerak, 20 yoshli bola layk qo'yganligi uchun qamalganligi haqida. Shuna qilib yozsa chiqsa kerak. Ya'ni shunday haqiqatda ham hazlakam narsaga masalan qamalyapti. Men aytmoqchi bo'lganim nima? Masalan, mana shu odam o'zini oqlash uchun harakat qilsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Qilmasa ham bo'lmaydi masalan. O'zini oqlash uchun harakat qilish kerak. Nima uchun masalan bir odamni 6 yil qamash degani hazlakam narsa emas-ku masalan. Yoki masalan qarang, bitta bolani xuddi shunaqa bir domlani darsiga layk bosib qo'yganligi uchun 3 yilga qamaldi. Hammaga mashhur bo'lib ketdi u ham. Ya'ni unaqa bo'lavermaydi-da. Endi telefon bo'lgandan keyin ya'ni hammani bo'lmasa ushlab jazolash kerak. Hammada masalan illoki mana bir narsaga a'zo bo'lib qolish holatlari bo'ladi-da, baribir. Shuning uchun ham ya'ni sal odam o'ylanibroq qilish kerak-da. Shuning uchun ham qarang, Alloh taolo balosini berib yotibdi masalan. Balosini berib yotibdiki, atmosfera juda havo kirlanib, bulg'anib yotibdi. Bo'lmasa, o'zimizni bu diyorlar qancha daraxtzor, qancha bir chiroyli bir havolari toza, musaffo bo'lish kerak-da. O'zimiz yurtlar bor-ku. Shunaqa bir chiroyli ob-havolari toza bo'lish kerak, lekin qarang, dunyodagi eng rasvo bo'lgan joy birinchi o'ringa chiqib olayotgan joy bo'lyapti mana. Eng rasvo joy yaxshi bizning mamlakat bo'lib qolyapti ob-havosi bo'yicha. Nima uchun deyilsa, odamlarga shunaqa zulm ko'payganligidan. Endi bitta gangir hokim chiqib, kecha odamlarni tandirini buzib tashlayapti. Shunday tandirini buzib tashlayapti masalan. Nimaga buzasan? Shu havoni buzayotgan ekan, kir qilayotgan ekan. Arzimagan narsa-ku masalan, bunday qaraladigan bo'lsa. Yo'q, o'zi aslida men u ichidagi bir narsa chiqayotgan taqdirda ham unaqa ko'pga chiqmaydi. Qiziqda masalan qarang, shu darajada haligi bir davlatni boshliqlari, bir aqlli odamlar bo'lishdi o'rniga shu darajada haligi jinni ketdi, tupoy bo'lgan odamlarni qo'yib qo'yadimi? Odam hayron qoladi. Va yana shu bilan birgalikda u odamga davlatda bir kattasi bo'lib turibdi-da, senga hayfsan deb hayfsan berib qo'yishyapti xolos. Hayfsan emas, u o'zi aslida jazoga, qamoqqa, boshqa narsalarga haqli odam o'zi. Lekin hayfsan berib qo'yapti. U kim to'lab beradi ularni tandirini? Qiyomatda oladimi? Bo'ldi, qiyomatga qolib ketadimi endi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mana shu joyda odamlar ham xuddi shu, agar shunaqa zulm kelib qolsa, borib haqlarini undirib olsa bo'laveradi. Bunday odamlarni zolim odam deyiladi. Bunaqa hokimlar, u qorni kattalar, ularni na beti bor, na keti bor ularni.
Ular ana shu o'zini qornini o'ylaydigan, kallasi ishlamaydigan odamlar ular. Ulardan borib inson o'zini o'chini olsa bo'ladigan odamlarda. Xulosa shu ya'ni. Xo'p, endi qarang mana. Endi bu yerda biz o'zimizni dinimizni ajratib oladigan tavazun sifati. Tavazun degani bu narsani taqqoslash sifati deb turib aytiladi. Ya'ni ikkita narsani o'rtasini taqqoslash kerak bo'ladi mana. Ikkita narsani o'rtasini taqqoslash. Shu taqqoslash sifati shunaqa bir sifat bo'ladiki, ya'ni dinimizni shu bilan ajratib oladigan bir sifatimiz bo'ladi-da. Ana shu sifat mo'min odamni ba'zi o'rinlarda kamtar, kechirimli, afu qilib yuz o'girib yuboradigan qiladi. Ba'zi o'rinlarda bo'lsa boshqacha holatda bo'lib qoladi. Masalan, ba'zi o'rinlarda shu g'azab qilsa kechirib yuboradigan bo'ladi, deyapti mana. Va idza ma g'adiba yaghfir. Ba'zi boshqa bir o'rinlarda bo'lsa siz ana shu musulmon mo'min odamni o'zini odamgarchiligiga haris, qaysar bo'lgan holatda topasiz. Qarang, o'zini haqqini talab qilib turadigan bir holatda bo'ladi. Zolimdan o'ch olib turadigan holatda bo'ladi. O'ziga yomonlik qilgan odamga, o'ziga kim yomonlik qiladigan bo'lsa, ana shu yomonlik qilgan odamga o'ziga kim yomonlik qiladigan bo'lsa, unga qarshi turgan bo'ladi masalan. O'ziga yomonlik qilgan odamga qarshi turgan bo'ladi. Demak, mana shu narsani intisor deyiladi, o'zini oqlash. Shu ba'zi holatda inson o'zini oqlash kerak bo'ladi. Lekin mana shu oqlashlik qachon bo'ladi? Ibnul Arabiy mana shu savolni javobini quyidagi so'zi bilan bayon qilib aytib beradi. Ba'zida bir zolim bo'lgan odam juda bir buzuqlik, fojirlik holatlarini e'lon qiladigan va ko'pchilik ichida uyatsiz odam bo'ladi. Yosh bolaga ham, yosh kattaga ham aziyat beradigan odam bo'ladi. Xuddi hozirgi kunda ham qarasangiz, ba'zi odamlar umuman ayolda ayol, erkakda bilmaydi-da. Masalan, ana shu bozorlarga chiqib oladi, reketchilik qilib odamlarni zo'ravonlik bilan pullarni olishga harakat qiladi masalan. Illo berasan deb turib oladi. Mana shunaqa holatda undan o'ch olish afzal bo'lib qoladi. Ya'ni unga bir chorasini ko'rish kerak bo'ladi-da. Indamasdan qarab turilavermaydi-da. Afuni keltirib chiqaradigan holatni sifatlab turib aytib bergan. Ya'ni qachon kechirib yuborsa bo'ladi. Ibnul Arabiy shu narsalarda aytib beradiki, ya'ni bu yerda ba'zida bir xato bo'lib qoladi. Ayakuna antakuna falta. Yana bir kamchilik bo'lib qoladi. Aw yaqau zalika mimman yu'tarafu bizillah. Ya'tarifu bizillah. Ya'ni ba'zida mana shu narsa xato, kamchilik, xatoni tan oladigan odam tarafidan, kechirim so'rab turadigan odam tarafidan bo'lib qoladi. Mana shu paytda kechirib yuborish afzal bo'ladi. Masalan, ba'zi odam xato qilib qo'yadi, xatosini to'g'rilab, kechirim so'rab, tuzatib, mana shu odamni kechirib yuborishlik afzal bo'ladi. Qarang, mana shunday bir kuchli bo'lgan ma'noni ham Tabaroniy o'zini ahkomlarida ta'kidlab gapirganda, Ibnul Arabiyga muvofiq bo'lganki, inson o'zini oqlash, intisor deb aytiladi. Oqlash, g'olib bo'lishni afzaliyati Ibrohim Naxoiyni salaflar haqida aytgan so'zidan tushunib turiladi. Salaflar haqida aytgan so'zidan shunday tushunib olsak, bilib olsak bo'ladi ya'ni. Salaflar degan, ular o'zlarini xor qilishni yomon ko'rardi. Fosiq odamlar ularga jur'at qilib olmaslik uchun. Ya'ni o'zlarini past olavermardida, fosiq odamlar kelib ularni ustiga chiqib olmasin ya'ni. Demak, mana bu joyda mo'min odam bo'shashgan bo'lmasligi kerak bo'ladi. Mo'min odam bo'shashgan emas, doim bir g'ayur bo'lgan odam bo'lishi kerak. Kimdir unga ziyon yetkazaman desa, o'ziga ziyonni yetkazib qo'yish kerak bo'ladi. Bu degani mo'minga qo'l ko'tarsin degani emas. Mo'minga qo'l ko'tarsin degani emas. Bu yerda fosiq, fojir odam haqida gap ketyapti. Masalan, ayol xotin kishi eriga gap qaytarsin degani emas. Erkak kishi ham bitta gapdan qolmasin, u bilan doim teppa-teng tashassin, urishsin degani emas. U narsa haqida gap ketgan yo'q ya'ni. Shuning uchun ham ya'ni o'zlarini xor qilmasligi, ya'ni salaflar yoqtiradigan narsa o'zlarini xor qilmardiki, fosiqlar ularga bemalol nima qilaveradi? Jur'at qiladigan darajada bo'lib qolmasin. Ya'ni shunaqa holatda bo'lmagan u salaflar. Qarasangiz, hozirgi kunda ayni shu tarozi teskari bo'lib qolganda, masalan, bir ayol o'zini eriga sal past ketishdi o'rniga, yoki bo'lsa bir erkak kishi, bo'pti bu ayol kishi deb bir gapdan qolishdi o'rniga, yo'q, unaqa narsa yo'q-da. Kelishdi imkoniyati yo'q masalan, qarasangiz. Bo'ldi, urush, janjal, kelishmovchilik va hokazo shu holat. Faqat shu urush, janjal bir narsa bo'lib turadi. Ya'ni ko'chadagi odamlar bir narsa desa, bo'pti, seniki to'g'ri deb qo'yaveradi. Qarang, mana bu joyda afu kechirib olishdi.
Ya'ni mabodo bir odam haddidan oshib qo'ysa, shu jinoyatchi odam demoqchi, nadomat qilib, xatodan tavba qiladigan bir holatda bo'lsa, kechirishni xoslab qo'ygan. Ya'ni ba'zi odamlarni kechirib yuboriladi. Shu xatosini tan olib turib, bo'ldi, men qaytib qilmayman, mana shu xato kamchilikdi deb turadigan odamlarni kechirib yuboriladi deb turib aytilganda, xulosa shu ya'ni. Xo'p, qarang, Qurtubiy rahimahulloh mana shunday tafsilotni aytishni yaxshi sanagan va uni iqror qilgan. Va hamda va hamalal g'ufrona ala g'oyril musir. G'oyril musir, ya'ni kechirishni qattiq turmagan odamga taalluqli deb turib aytgan. Ya'ni qattiq oyoq tirab turib olmagan odamga kechirib yuborishni aytganda. Qarang, mana bir odam zulmda, doim haddan oshlikda oyoq tirab turib oladigan bo'lsa, afzali unga g'olib bo'lish. Ya'ni bu degani odam o'zini oqlash deyapti, ya'ni maqsad. Ya'ni sen aytgandaqa odam emasman men unaqa emasman deb ba'zida odam o'zini oqlasa bo'ladi. Bu narsani ko'p dalillari bor o'zi. Hali o'zini o'rnida o'tamiz bu narsalarni. Endi Qurtubiy rahimahulloh Alloh taoloni so'zini tafsirida zikr qilgan narsalardan vallazina iza asabahumul baghyuhum yantasirun. Ya'ni mo'min odamlar ularga zulm yetib qolsa, o'zini oqlaydi. Ya'ni masalan, haddan tashqari bir gaplar yetib qolsa-da, chegaradan chiqilgan gaplar yetib qolsa masalan, o'zini mo'min odamlar oqlaydi. Qarang, hozir bu qanaqa? Aytayaptiki, bu kofirdan bo'lsin yoki boshqasidan bo'lsin, har qanday haddan oshgan odamni zulmiga omdir. Ya'ni qachonki ularga bir zolimdan zulm yetib qolsa, uni zulmiga taslim bo'lmaydilar. Ya'ni mo'min odam shunaqa. Bir zolimdan zulm kelib qoldimi, uni zulmiga taslim bo'lmaydi. Maqsad bu yerda e'tibor bering. Ana shu zolim odam zulm kelib qolyaptimi bir mo'min odamga o'zini oqlashi, ya'ni. Shunali-ya. Xo'p, keyin mana Qurtubiy rahimahulloh bir qancha so'zlarni keltirganidan keyin izoh berib turib aytganda, umumiy qilib turib aytilganda o'zi kechirib yuborish bu sunnat amal, mandubun ilayh, targ'ib qilinadi, kechirib yuborishlik bu yaxshi deb turib aytiladi, ya'ni. Keyin gohida holat ba'zi o'rinlarda, ba'zi holatlarda tamom teskari avjiga chiqib ketadi. Afuni tark qilish unga targ'ib qilinadi. Ya'ni kechirmaslik o'zi yaxshiroq deb turib aytiladi-da, masalan. Ba'zi o'rinlarda mana haddidan oshib ketilganda mana shunaqa holatlar ham aytiladi. Ya'ni bu degani bu yerda kechirmaslik degani bo'pti deb ko'z yummasdan, balki o'zini haqqini halol qilib olish. Ayniqsa masalan hozirgi kunda shu yuqorida biz ishora qilib aytganimizdaqa, masalan qarang, hozirgi kunda bitta odamni bemalol ayib qo'yib turib qamab qo'yapti-da. O sen palonchiga like bosibsan, nimaga like bosasan? Like bossa nima bo'pti? Desangiz, yo'q, bu bir boshqacha bir jihodga, hijratga targ'ib qiladigan narsaga like bosgan bo'ladi. O'lib ketsin, bosibdi. Shu darajada uni qamab yuborish kerakmi? 3 yilga masalan, 6 yilga bittasini. Shu darajadan masalan, bir odamni umri shunday osonmi? Ana shu odamni o'zi qamalsin, bolasi qamalsin, onasi, otasi qamalsin, rozi bo'ladimi shu narsaga? Rozi bo'lmaydi-ku masalan. Lekin qarasiz, bemalol bir odamni, shu musulmon bo'lganligi uchun oddiy xotirjam qamalayapti-da. Ana shu nima uchun desangiz, qarang, faqat shu musulmon oddiy bir like bosib qo'yganligi uchun. U to'g'ri, masalan, boshqa musulmonlar ham yuribdi-yu, bu narsa deyish mumkin. Lekin illa shu timiskilanib shuni topib bir narsa qilib bo'yniga qo'yib qo'yishyaptimi yo'q? Vallohu alam, ya'ni. Yo'q bo'lgan joydan shunday bir odamni olib kelyapti, qamab qo'yapti. Mana shunaqa holatlarda aytmoqchi bo'lganim, odam o'zini oqlash kerak. Advokat oladimi yoki bo'lmasa masalan o'zini qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham oqlash kerak bo'ladi masalan. Nimaga meni unaqa qilishyapsan deb turib, ya'ni ularga qarshi bir ishini qiladimi, chorasini ko'radimi? Mana shu valladin iza asabahumul baghyuhum yantasirun degani mana shu-da. Ba'zi o'rinda kuch ishlatish kerak bo'lsa, kuch ishlatish kerak. Bunaqa odamlarni bitta-bitta gumdon qilish kerak bo'ladimi? Qilish kerak bo'ladi. Thumma qad yan'akisul amru fi ba'dil ahwal. Keyin ba'zi holatlarda ish teskaricha avj chiqib ketadi degani shu mana. Qarang, xullas, va zalika idha ihtija ila kaffi ziyadatil baghi. Bu qachon ekan? Zulmda ziyodasini tiyib qo'yishlikka va aziyat moddasini kesib qo'yishlikka muhtoj bo'linsa, Rasulullohdan unga dalil bo'lgan narsa bor. Va yana mana shu narsada Qurtubiy rahimahulloh dalil qilib keltirgan narsa Oysha onamiz bilan Zaynab onamizning o'rtasida bo'lgan ba'zi ana shu kelishmovchilik holatlari haqidagi hadisni dalil qilgan. Oysha onamizni, ya'ni o'zini oqlaganligi haqidagi hadisni dalil qilgan. U hali tafsiloti keladi. Birozdan keyin gaplashamiz.
Xullas mana shu joyda ham mana qisman ishora bor ya'ni. Xulosa nima ekan? Xulosa ya'ni mana shu joydagi ishoradan shunday bilib olamizki, ya'ni birdan odam ba'zi holatda kechirib yuborish yaxshi. Ayniqsa bu kechirib yuborish er-xotinlarning o'rtasida bo'lish kerak-da. Oxiratda javob berasan, una qilasan, buna qilasan. Ayniqsa ba'zi ayollarda o'ta tili yomon, mana shu narsa og'zidan tushmaydi. Oxiratda javob berasan. Erini haqqi hurmati, erda uni ustidagi haqqini kattaligi bilmaydi masalan. Vaholanki Rasululloh ba'zi hadislarda gapirgan, hatto sanadda gap bo'lgan taqdirda ham ma'nosi to'g'ri. Agar men birontasini boshqasiga sajda qilishga buyurganimda ayolni eriga sajda qilishga buyurib qo'ygan bo'lardim degan. Ya ayol eringga sajda qil degan bo'lardim degan. Sajda o'zi Alloh uchun qilinadi. Ya'ni bu yerda shu darajada aytilganki, qarang, ana shu erga shu darajada masalan haqqi borligi aytilgan. Lekin shunda ham haqqini bilmasdan qancha oxiratda javob berasan, unday qilasan, bunday qilasan deydigan narsalar bu umuman bir hayotda maza madrasa yo'qligini ifodalab turadi. Umuman bir bunaqa hayot maza qilib o'zi ham yashamaydi, farzandlari maza qilib yashamaydi. Vallohi qasam ichib aytaman, mana shu ayolni bunday oiladagi farzandlarni ko'rasiz, gina qudratli bo'lib katta bo'ladi. Birovlarga ichida gina saqlab yuradigan odam mana shulardan chiqadi. Munofiqlar mana shunaqa odamlardan chiqib keladi. Endi qarang, yana boshqa bir oyatni tafsirida keladi. Vallazina iza asabahumul baghyuhum yantasirun va jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Ya'ni mana shu oyatni tafsirida kelyapti-da. Ya'ni ularga bir zulm yetib qolsa, ular yantasirun deganda o'zlarini oqlaydi, yomonlikni jazosi shunga o'xshagan yomonlik degan mana shu oyatda, ya'ni yantaqimuna mimman baqa alayhim. Ularga zulm qilgan odamlardan o'ch oladi. Ya'ni o'zini haqqini oladi. Haddan oshganda zulmiga taslim bo'lmaydi. Abu Suud aytgan ekanda, ya'ni huwa wasfun lahum bi shaja'a. Ularni shijoat bilan sifatlash, qolgan fazilatlar bilan sifatlagandan keyin bu yerda mu'minlarni shijoat bilan sifatlayapti, ya'ni. Shijoatli odamlar ular. Qolgan fazilatlar bilan sifatlagandan keyin. Mana bu ana shu mu'minlarni kechirimli deb sifatlashga hech qanday zid emas. Mu'minlarni kechirimli deb aytishga hech qanday zid emas. Chunki har bitta narsani, har bitta maqtovni o'zini o'rnida maqtalinadigan holati bo'ladi. Va jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha degani, ya'ni masalan haddan oshishni jazosi xuddi o'ziga zulm qilgan odamga, kim o'ziga zulm qilsa, haqqini olsa, narigi odamdan haqqini talab qilishi shu asli. Lekin ziyodadan, chegaradan o'tmasdan, min g'ayra ya'ta deb ziyada degani haddan oshirib olmasdan, chegaradan chiqib ketmaslik kerak. Bitta gapirsa, ikkita gap qaytarib turmaslik kerak bo'ladi. Imom Faxruddin Ar-Rozi aytib beradi. Alloh subhanahu va taolo vallazina iza asawahum baghyuhum yantasirun degan mana shu oyatida aytayaptiki degan. Ya'ni mana shu oyatda masalan ularga zulm kelib qolsa o'zlarini oqlaydi, birovlar haqqini olsa borib tortib oladi haqqini deganda ardafahu bima yadullu ala anna zalika al-intisar. Ya'ni mana shu joyda o'zini oqlash. Ba'zida nima bilan cheklanar ekan? Ziyoda qivormasdan tengma-teng bo'lish kerak. Xuddinki ali masalan bir inson boshqa odamni o'ldirsa, o'zini ham o'ldiriladi-ku. Qarang, bir odam boshqa odamning qo'lini kesib yuborsa, o'zini ham qo'li kesiladi. Qasddan bo'lsa-da, qasddan bo'lmasa emas. Masalan bir odam birovni bexosdan o'ldirib qo'ysa, bexosdan o'ldirganligi uchun o'zini o'ldiriladi deyilmaydi. O'zini o'ldiriladi deyilmaydi, ya'ni. Tushunali, chegaradan chiqib ketmaslik kerak bo'ladi, ya'ni. Qarangda masalan, hali bir odam ajoyib savol beryapti-da. Bir erkak kishi ayollar bilan gaplashar ekan. Ayoli haddidan oshib erkaklar bilan gaplashib yuraverar ekan. Ya'ni bu nimaga unaqa qilyapsan deyilsa, erim qilgan ishni qilaman men ham. Ya'ni bu chegaradan chiqib ketishlik. Erim qilgan ishni qilaman degani bu qatdan olindi bunaqa tushuncha. U erkak kishi u o'zi odatda mana qarasangiz hayvoniy tushunchada bo'lib yuradi. Uni shahvati hayvoniycha. Ayol kishini shahvati unaqa emas, ichida bo'ladi. Shuning uchun ham erkak qilgandaqasini qilsa, faqat odamlarga o'ynash bo'lib, tagida yotadigan bo'lib qoladi xolos. Fohisha degan nomga haqli bo'ladi. Erkak shunaqa qilsa, masalan, qarangda mana erkak kishi shunaqa bir buzuq bo'lsa, ana shunaqa nom erkakda yo'q bo'lib qoladi baribir. Shuni ertaga tavba qilsa ham yo'q bo'lib qolaveradi erkak kishida. Lekin ayol kishida bir umr tamg'a bo'lib qolib ketib qoladi. Shuning uchun ya'ni bunaqa narsalarni to'g'ri taqqoslamasa, mana shunaqa o'ziga bitta nomni oladi, umr bo'yi davom etadi mana. Hech qachon bu nom undan tushmaydi. Shuning uchun ham ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz tarozini to'g'ri taqqoslashlik kerak.
chegaradan chiqib ketmaslik kerak bo'ladi. Tushundingmi xullas? Demak, mana bu joyda ham bir chegaradan chiqib ketmaslik kerak deyapti mana. Va inna masamma zalika sayyatan li'annaha tasuu man tanzilu bih. Bu narsani yomonlik deb turib nomlayapti, chunki unga tushgan kishiga yomonlik qiladi, uni xafa qilib qo'yadi. Kimni boshiga tushsa, uni yomon qiladi, xafa qilib qo'yadi ya'ni. Mana shu Roziyning so'zi bo'ldi. Imom Malik Said ibn Musayyabning so'zi haqida gapirganda, la uhallilu ahada, men birontasini halol qilmayman deganda, ya'ni haqqini halol qilish deb aytiladi-ku. Shu haqqini halol qilishda, ya'ni mana bu so'z o'zi aslida zolim bo'lgan kishini haqqini halol qilmasligi haqida degan. Adamul tajawuzi ani rajuli zolim. Zolim bo'lgan kishini haqqini halol qilmasligi haqida. Zolim bo'lgan odamni haqqini halol qilmasligi bor mana shu joyda. La ara ayaj'alahu man zalamahu fi hil. Ya'ni aytmoqchi bo'lgani, menga zulm qilgan kishini halollikda, ya'ni o'zing unga zulm qilgan kishini halollikda qilmayapti. Qilishni ko'rmayman demoqchi. Ya'ni maqsad haqqimni halol qilmayman, menga zulm qilgan zolim odamni demoqchi-da. Zolim odamni. Ibnul Arabiy Imom Malikning fatvosini quyidagi so'zi bilan sababini, illatini bayon qilgan. Illatini bayon qilgan. Ya'ni Ibnul Arabiy mana shu Imom Malikning so'zini tushuntirib gapiryapti-da. Inkana zoliman fa minal haq alla tatruka. Agar ana shu zolim odam bo'lsa, zolim odam sizga zulm qilayotgan bo'lsa, endi haqdan bo'ladiki, uni tark qilmaslik, zolimlar mag'rurlanib qolmaslik uchun va o'zlarining qabih fe'llarida davom etib qolmaslik uchun. Qabih fe'llarida davom etib qolmaslik uchun. Qarang, demak mana bu joyda zolim bo'lgan, masalan, ba'zida qo'shni shunaqa zolim bo'ladi. Ataylab zulm qilib yuradi. Ya'ni chiqib kerak bo'lsa ba'zida kerakli joylarga ularni shikoyat qilinadi. Masalan, o'zingiz zarar berib qo'ysangiz, urush janjal qilsangiz, birdan sizga kelib turib nimaga unaqa qilyapsan deb, haligi kelib sizni ustingizdan jinoiy ish ochib yuborishi mumkin-da. Balki ularga qarshi shunaqa joylarda kerak bo'lsa jinoiy ish ochiladi ya'ni. Endi qarang, Soviy Jalolaynga bo'lgan hoshiyasida ta'kidlab gapiradi. Mana bu ma'noni, mana yuqorida o'tgan ma'noyimizni. Aytgan ekanda, oliy xulqlardanki kechirimli bo'lish, halimli bo'lish. Qachon maqsad hosil bo'lgan paytda. Kechirimli bo'lish maqsad bo'lib ham bu narsa aka-ukalarning o'rtasida, opa-singillarning o'rtasida, er-xotinlarning o'rtasida bo'lish kerak bo'lgan narsa. Qarasiz, masalan, ba'zi aka-ukalar kelishmaydi. Desa, meros talashgani meros talashgan. Meros talashib yuradi masalan. Qo'y, mana shu bittasiga qolsin, mayli. Yo'q, qolmaydi. Illo beradi meni haqqimni. Mana shunaqa meros talashib yuradi masalan. Shuning uchun aytayapti-da, oliy bo'lgan axloqlardanki kechirimli bo'lish, halimli bo'lish, qachon maqsad hosil bo'lganda. Lekin halimli bo'lish ham odamgarchilikni buzmaydigan bo'lishi shart bo'ladi. Odamgarchilikni buzmaydigan bo'lishi shart bo'ladi masalan. Endi qanaqa odamgarchilikni buzmaydigan bo'lishi? Masalan, qarang, qo'pol bo'lsa ham bir savollardan birida shunaqa narsa aytilyapti-da. Ayol kishi xiyonat qilib qo'ygan, zino qilib qo'ygan. Shunday ayol bilan yashasa bo'ladimi, yo'qmi? Bunaqa holatda ulamolar yashamasin deydi. Xulosa shu. Bu nimaga? Muroatni buzadigan. Tamom odamgarchilikni buzib tashlaydigan holat bu. Yoki bo'lmasa ba'zi ana shunaqa holatlar bo'ladi, shunga yaqin bo'ladigan bir holatlar bo'ladi. Shunga yaqin bo'ladigan holatlar bo'ladi. Hadeb, masalan, erini uyini tashab ketib qolaveradigan bir ayollar bo'ladi. Bunaqa ayollar bilan yashamasin deb aytiladi ulamolar. To'g'ri, masalan, bunaqa holatlarda o'zi bartaraf qilish kerak, masalan, ishkalni yechish kerak. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, odamgarchilikni buzadigan narsa-da bu narsa. Odamgarchilikni buzadigan narsa. U odamgarchilikni buzadigan narsa nima desa, masalan, ba'zi odamlar gapirib qo'yishi mumkin. Erkak bitta xotinga kuching yetmayaptimi deb qo'ysa, erkak kishi nafsoniyati bilan mana shu joyda o'ynashib qo'yiladi. Mana kuni kecha bo'lgan holat qarang, masalan, kunuzdan chiqib turibdi. Shunga o'xshagan gap tufayli bittasi ayolni qiymalab tashlagan. Umuman abjag'ini chiqarib yuborganda, masalan, mana shunaqa nafsoniyatga tegadigan gaplar ba'zida agar erkak kishida bir iymon bo'lmasa, shunaqa jinni qilib qo'yadi. Chegarasidan chiqarib yuboradi. Va chiqarib yuborganda ham shunaqa ayanchli holatda chiqaradiki, umuman birovni ayab o'tirmaydigan bir holatga kelib qoladi-da. Shuning uchun ham doim har bitta narsa me'yorida bo'lgan yaxshi. Tushundingiz-a? Mana shuning uchun hozir bu yerda ham yushtaratu ayyakunal hilmu g'ayra muhillin bil muru'a. Odamgarchilikni buzmaydigan bo'lish kerak, halimlik. Halim bo'lish degani u bir yo'li yomon holatda bo'lib ketish degani emas.
Ammo Allohning haromlari poymol bo'lsa, mana shu vaqtda vojib bo'ladiki, g'azab qilish, halimlik bo'lmaslik. Shofiyning so'zi shu holatda. Kim g'azab qilsa, ya'ni bu degani g'azabini qo'zg'alsa deb aytayapti-da. Kimi g'azabi qo'zg'alsa-yu, g'azab qilmasa, bu eshak odam u odam degan. Ya'ni maqsad Allohni haromlari poymol bo'lsa ham, g'azab qilmayotgan bo'lsa, bu odam eshak deb turib aytiladi. Menga baribir deyotgan odam eshak odam degan ekanda. Shoir aytgan ekan, hilmul fata fi g'ayri mawdihi jahlun. Ya'ni bir inson o'zini o'rni bo'lmagan holatda halim bo'lishi bu jaholat bu. G'ir johillik, do'dirlik deb turib aytganda. Endi yana Alloh taoloni Niso surasida shu oyatni tafsirida keladi, qarang. La yuhibbullohul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. So'zdan yomonini jahriy qilishni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Yomon so'zni jahriy qilib, masalan bir yomon so'zlar, o'rtadagi kelishmovchilik holatlari bo'lsa, hammaga chiqib e'lon qilishni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Illo bir odam mazlum bo'lsa, mana shu holatda ruxsat beriladi holatga qarab. Unda ham u mazlumligi borib qoziga shikoyat qilish kerak bo'ladi. Hammaga videoga chiqarib ko'chaga tarqatib tasha, unaqa narsa yo'q ya'ni. Qurtubiy rahimahulloh oyatni tafsirida, ya'ni illa man zulim deb turib qiroat qilgan kishini qiroatiga ko'ra mana shu oyatni tafsirida Qurtubiy rahimahulloh Abu Ishoq Az-Zajjojning so'zini naql qilib keltiradi. Xo'p, qarang. Ya'ni ma'nosi shunday bo'lib qoladiki, man illa man zolama faqala su'a, kim zulm qilib yomon gapni gapirsa, mana shu holatda uni qo'lidan ushlab qo'yish kerak bo'ladi. Masalan, yomon gapni gapirib turib aytaylik, mana haddul qozif degan narsa bor, bilamiz. Fiqhda haddul qozif deb turib aytiladi. Bir odam ikkinchi odamni zinoda ayblasa, sen zinokorsan desa, mana shu holatda had qo'llasa bo'ladi unga. Had qo'llasa bo'ladi. Shuningizda, mana shu holatlarda ya'ni nima deb turib aytiladi? Bu odam demak zulm qilib, ya'ni haddidan oshyapti. Ya'ni bekordan bekorga gapirilayotgan gaplar bo'lsa-da, bular. Bekordan bekorga masalan shunaqa gaplar bo'ladi, qarasiz. Bekordan bekorga chegaradan chiqib so'kilaveradi. Bir sabab bo'lsa ekan, ha, endi sababi bor ekan, mayli endi deyilsa. Yo'q, shunday chegaradan chiqib ketilaveradi-da masalan. Demak, mana shunaqa holatlarda odam sal og'ziga oldi orqasiga qarab gapirish kerak-da. Ya'ni aytmoqchi bu, ya'ni bu yerda ham xullas demak, haddan oshirib gapirib yuboryaptimi? Bu odamni qo'lidan tegib qo'ysa bo'ladi. Qurtubiy rahimahulloh quyidagicha so'z aytib izoh beradiki, qultu va yadullu ala hada, mana shu narsaga bir qancha hadislar dalil bo'ladi. Shu hadislarda mana Rasululloh so'zi, xudu ala aydi sufahaikum. Ahmoq odamlaringni qo'llaridan tiyib qo'yinglar. Ahmoq odamlarni qo'llaridan tiyib qo'yinglar. Masalan, tiyib qo'yish kerak bo'ladi holatga qarab turib. Tiyib qo'yish kerak bo'ladi. Bo'ldi, masalan, ba'zi ya'ni holatlarda shu bo'ladi-da, ya'ni tiyib qo'yish kerak bo'ladi. Bo'ldi, xullas shu ya'ni. Ya'ni o'rniga qarab turib ish qilinaveradi masalan. Va hamda unsur ahoka zoliman aw mazluma. Sen o'zingni birodaringga zolim yoki mazlum bo'lgan holatda yordam bergin deb turib aytiladi. Zolim bo'lgan yoki mazlum bo'lgan holatda yordam bergin deb turib aytiladi. Keyin mana bu joyda qarang, shu zolim bo'lgan holatda yordam berish qanday bo'ladi? Mana o'zlari sahobalar so'ragan. Ya'ni mana bu mazlum, mayli unga yordam beramiz, lekin zolimga qanday yordam beramiz? Zulmidan uni tiyib qo'yasan. Zulmidan tiyib qo'yasan. Qarang, mana shunday holatda bo'ladi-da. Va yana qarang, uzun bir hadisda keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayollari Zaynab radhiyallohu anhoni tanlaydi, ya'ni. Nima uchun desa, ya'ni ularni xosatan li talabi musawatihinna bi sayyida degani, xosatan shu ayollar o'zaro o'zlarini ichida, ya'ni kimi afzal, qaysi biri kimga teng, ya'ni Zaynab Oyshaga teng degan narsani talab qilish uchun tanlaydi. Ya'ni masalan, xuddiki Rasulullohning ayollarining ichida afzali masalan Oysha onamiz, keyin Zaynab xuddi Oysha bilan teng va hokazo shunga o'xshagan gaplar bo'lganda hozir. Sababi u ayollar his qilardi, anna laha fi qalbihi manzilatan laysa li ghayriha. Ya'ni xosatan anna laha fi qalbihi, Rasulullohning qalbida ana shu Zaynabni shunaqa bir manzilati bo'lgan ediki, boshqasida bo'lmagan unaqa narsa. Chunki nimaga? Rasulullohning muhabbatini qozonganligidan-da. Muhabbatni qozonib olinadigan narsa. U narsa quruq haligi meni yaxshi ko'rasizmi, meni unaqa qilasizmi, meni bunaqa qilasizmi deyish bilan emas. Muhabbatni qozonib olinadigan narsa.
Xosatan mana er xotinning o'rtasida mana shu narsalarni ya'ni e'tibor berilishi kerak bo'lgan narsa. Nima uchun qarang? Va kunna yurina hadayan nas. Insonlar hadyalarini ta'ti degan olib kelardi. Ko'pincha olib keladigan holati Oysha onamizni uyda bo'lgan paytida olib kelardi. Shuning uchun ham hozir bu yerda ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallam xosatan Oysha onamiz yaxshi ko'rardi. Hozir bu yerda o'zi shu narsaga ishora qilib aytayapti-da, anna laha fi qalbihi diyani, ya'ni Rasulullohning qalbida Oysha onamizni alohida bir e'tibori bor edi. Boshqa ayollarda bo'lmagan unaqa. Lekin shu bilan birgalikda go'yoki hali bu yerda Rasulullohning ayollari baribir masalan qaysi biri ya'ni darajasi yaxshi deb turib xuddi Oysha onamizga mana Zaynab onamizni tenglashtirmoqchi bo'lgan holatlari bo'lgan ekanda. Endi bu qissa uzun qissa o'zi. Uzun bir qissa. Xullas mana shu qissada keladi-da, mana o'rtadan bizga berib ketyapti. Bir kuni ana shu Zaynab onamiz bilan Oysha onamiz gap talashib qoladi. Ya'ni Zaynab onamiz Oysha onamizga qarshi gapiradi. Zaynab mana Oyshaga qarshi gapni gapirdi. Oysha Rasulullohga qarab turardi indamasdan. Qarab turibdi. Shunda qarasa Rasululloh indamayapti. Qarasa o'zini oqlashni yomon ko'rmayotganligini bildi. Ya'ni qarasa hozir ana shu Zaynab onamizni gapirayotgan gapiga javob qaytaradigan bo'lsa, Rasululloh indamasligini bilgan. Mana shunda gap qaytargan. Sen meni gapirib tashlayapsan, o'zingni bil degandek qilib gapirgan ya'ni. Yana bitta rivoyatda kelgan ekan, Rasululloh aytadiki, "Dunak fantasiri." Ya o'zingni oqla. Mana, ya'ni u senga gapiryaptimi Zaynab? Sen o'zingni oqla degan. Keyin faqbatu alayha Zaynabga men shunday yuzlandim deydi. Unga gapirdim deydi. Hatto labi og'zidagi, ya'ni tupugi qurib qoldi degan. Menga biror bir narsani hech bir rad qilmardi. Ya'ni bu degani javob qaytara olmay qoldi deyapti-da. Qarasam Rasululloh ya'ni kulimsirab turibdi. Faroytu nabiyya yatahallalu wajha. Kulimsirab turibdi-da. Ya'ni bu yerda nimaga? Kelsiz mana qarab tursangiz, birdan kelyapti-da, ya'ni Zaynab onamiz haddidan oshib turib gap boshlab qolyapti. Endi o'zi aslida mana shunaqa gap boshlab qoluvdi. Bu yerda demak, ha o'zing bilasan degandek qilib qo'yib berdi. Shunday gap talashdi. Tarsilatib gapirib qoldi ya'ni. Oysha onamiz mana qarang, tarsilatib endi gapirgan ekan. Demak, mana shunaqa joylarda bizga kerak bo'lgani, mana ba'zida haddidan oshib qo'ysa, unga gapiriladi. Ya'ni u gapirdimi, gapir. Bo'ldi, mana shuda. Lekin urvorish, boshqa narsaga haddan tashqari chegaradan chiqib ketib qolmaslik kerak. Masalan, mana shunaqa joylarda mana ba'zi odamlar haddan oshib ketib qoladi-da. Masalan, sal talashib qolyaptimi, tortishib qolyaptimi? Sen o'zing fohishasan-ku, zinokorsan-ku deb shunaqa chegaradan chiqib ketib qoladi. Bunga ruxsat berilmaydi. Endi bunaqa devorsa, zinokorsan-ku, o'zing palondaqasan, pispalondaqasan-ku deb turib haligi shunaqa holatlarda gapirib yoradigan bo'lsa, unda had qo'llanadi. Nima endi unaqa deydi? Bu chegaradan chiqib ketish deyiladi bu narsani. Mumkin emas, ruxsat berilmaydi ya'ni. Tushundingizmi xullas? Mana shu narsalari bor-da, shu narsalarga demak e'tibor berish kerak bo'ladi. Wala yajuzu lil muntasir ayata'adda ala akhihi al-muslim. Qarang, mana o'zi ham aytayapti, musulmon bo'lgan odamga, ya'ni masalan o'zini oqlayotgan odam nariga musulmon bo'lgan birodariga chegaradan chiqib ketishi joiz bo'lmaydi. Ya'ni unga qilgan yomonligidan ko'ra ko'prog'i bilan haddidan oshib ketmaslik kerak. O'zi tep qo'ygani yaxshi. Tep qo'ygani yaxshi ya'ni. Va uni haqqini poymol qilib tashamaslik kerak narigini. Bir yo'lali chegaradan chiqib, hozir aytganimizdek zinoda ayblab bir narsalar qilib tashamaslik kerak-da. Hatto kundoshlar mana shu narsani o'rtasida ya'ni e'tibor berish kerak bo'lgan narsalardan. Haddidan oshib ketmaslik kerak bo'ladi-da masalan. Ya'ni indamasdan qolish kerak bo'ladigan holatlar. Foydasi ham yo'q o'zi aslida bunday qarasangiz. Sababi nimaga? Mana Muslim rivoyatida Oysha onamizning hadisi bor. Oysha onamiz xosatan o'zini kundoshiga vafo qilib aytardi. Allati kana tusamiha fil manzila inda Rasulullohning oldida martabada, manzilatda o'ziga teng kelib turadigan kundoshiga vafo qilib aytar edi. Valam aro imroatan qot xayron fid din min Zaynab. Qarang, Zaynabda dinda yaxshi bo'lganini men ko'rmadim degan. Rasululloh gapirganda, Rasululloh gapirgan bu gap Rasulullohning so'zi. Mana Rasululloh aytayapti, men eng yaxshi bilgan dindagi yaxshi ayol u Zaynab. Va hamda Alloh taolodan juda taqvo qiladi. So'zi rostgo'y. Qarindoshchilikni rosa yaxshi bog'laydi. Juda sadaqasi ko'p, ser sadaqa. Va hamda ishda, ya'ni amal qilishda o'zi uchun juda qattiq sarflaydi. Ya'ni amalda o'zi uchun sarflaydi degani maqsad oxiratga o'tkazib qo'yaveradi. Alladhi tasaddaqa bihi, ya'ni sadaqa qiladi mana. Shu bilan Alloh taolaga qurbat hosil qiladi. Illo bir
ma savratin min hidda deb turib bir xislati yomonda deb aytgan. Ana shu xislati nima? Tezlik, shoshqaloqligi bor deyapti. Shoshqaloqligi bor degan. Tusiru min halfaya degani birdan, ya'ni bir shoshiladi, gapirib qo'yadi, keyin bir soya tushadi deganda. Ya'ni maqsad bu yerda bir gapiradi, keyin bir o'chadi. Lekin shu bilan birgalikda ozgina kech bo'lgan bo'ladi. Qarang bu yerda masalan bir g'azabi kelib turib gapirganda ham, masalan ayniqsa ba'zi ayollar mana shu narsani aytadi, endi bir g'azabim kelib ketdi-da, o'zim nima qilganligimni bilmay qoldim endi. Haddimdan endi oshib ketibman-da, bilmay qoldim. Demak, uzr bermayapti Rasululloh. Ha endi shu hadini oshib ketib qoladi endi, mayli u uzr bo'ladi u. Yo'q, unaqa narsa yo'q ekan. Balki unga minusiga ishlayapti. Ba'zi amallarga ta'sir qilar ekan, qarang. Ba'zi amallariga ta'sir qilib qolar ekan. Mana shu narsani aytayapti-da. Mana bu joyda e'tibor bersak, demak Rasulullohning odobi bor mana bu joyda. Nimaga? Chunki boshida yaxshi narsalarni gapirdi. Fa ma'a mubada'atiha degani xosatan bu yerda Oysha onamiz mana shu o'rtada ba'zi kelishmovchiliklarning holatlari bo'ldi va Oysha onamiz masalan hech bir chegaradan chiqib ketmadi, masalan. Shunaqa holatlari bo'lganda masalan qarasangiz. Ya'ni Rasulullohdan o'rnak olish holatlari bo'ldi. Valam tagfal an ta'zira, ya'ni uzr berishdan ham g'aflatda qolmadi. Ya'ni uzr beryapti. Oysha onamizning holatini qarasangiz, gapirdi, bo'ldi, uzr beryapti. Ja ko'p chegaradan chiqib ketgan holat ham yo'q edi demoqchi-da. Ja chegaradan chiqib ketgan holat ham yo'q edi. Bu yerda ana shu tepadagi so'zni, ya'ni Rasululloh so'zi emas, Oysha onamiz so'zi deb aytsak ham bo'lar ekan, vallohu alam. Chunki nimaga desa, chunki domida bu payg'ambarning odobi mana shu. Ya'ni Rasulullohdan o'rgangan narsada, Rasulullohdan o'rgangan narsa. Shu o'rganib nima qilyapti deyilsa, ya'ni boshida so'kishdi. Ya'ni bir-biri bilan kelishmovchilik holati bo'ldi, lekin mana shu joyda Oysha onamiz baribir adolatli yo'lda yo'l qildi, chegaradan chiqib ketmadi. Va uzr berishdan ham g'aflatda qolmadi, uzr beryapti ya'ni. Qarang, mana shu holatlari bor ekan, nima bo'lsa ham. Xulosa mana shu joyda mana o'qigan joylarimizda asosiy odam ana shu o'zini oqlashida chegaradan chiqib ketmaslik kerak. Keyin nimani oqlamoqchi? O'zi aslida shuni qarashlik kerak bo'ladi. Nimani oqlamoqchi o'zi aslida? Faqat masalan qarasangiz, hozirgi kunda ham haligi ayol kishi eriga o'zini oqlaydi xolosda. O, men unaqaman, bunaqaman. Qara shunga o'xshagan holatlar bo'lib qolganda, kerak emas masalan unaqa oqlash. Balki o'zi aslida bu narsa aytamiz mana doim. U muhabbatni o'rtada u fe'l bilan qozoniladigan narsa. Quruq, ya'ni men undayman, men bundayman, quruq go'zallikni o'zi bilan ham emas. Quruq go'zallikni o'zi bilan ham emas, masalan muhabbatni mana qo'llanadigan narsa. Ya'ni masalan muhabbatni qozonish. Chunki masalan bir ayol go'zal bo'lsin, lekin uni tili yomon bo'lishi mumkin. Bir shallaq ayol bo'lishi mumkin. Ya'ni u bilan yashashning iloji yo'q. Xuddiki hali bir odam savol beryapti-da, har kuni urush janjal deydi. Nima qilsam bo'ladi deydi. Ha, urush janjal bo'lsa, nima qilasan? Men har xil yechimni aytib ko'rdi, yechim yo'q-da. Yechim yo'q. Ha, undan ko'ra ishxonangda yotib yur. Orada bir haftada 2-3 marta kelib ket. Mana shunaqa bo'lib iziga tushdi deyapti-da, haqiqatda. Shunaqa bo'lib iziga tushadi. Ya'ni ba'zi masalan ayollarda doim mana eri oldida bo'ladi, yo'q, yashashning iloji yo'q, tinmay urush janjal. Ha, nima qiladi? Kelma oldiga. Bo'ldi. Boshqa joyda yashab yur. Ora-orada kelib qo'y. Bo'ldi, yetadi mana shu. Ya'ni shunaqa qilinadi, shu bilan sal ino bo'lib yashaladi. Bo'lmasa, shu yonida tursa, xuddi bir narsa topib olgandek urushib janjallashaveradi. Bu narsa o'zi shaytonning kuchliligidan. Shaytonning kuchliligidan-da. Sababi nimaga deb aytiladigan bo'lsa, mana bir hadisda keladi-ku. Bir hadisda keladi, qarang. Rasululloh bir kuni Oysha onamizni oldida bo'lgan paytda kech payt chiqib ketib qoladi. Chiqib ketib qolganda, keyin Oysha onamiz orqasidan chiqib boradi. O'rtada ozgina voqea bo'lib o'tgan, keyin Oysha onamizga Rasululloh gapiradi ana shu joyda. Nima deydi? Sen rashk qilyapsanmi deydi. Mana shu joyda qarang. Oysha onamiz ham birdan hali urush janjal to'polon qilmasdan chiroyli gapiryapti-da. Rasululloh, sizdek odam rashk qilinmaydimi? Sizdek odamni qizg'anamizda albatta. Kim rashk qilmas ekan? Keyin nima shaytoning kelib qoldimi dedi. Ya'ni boshqacha bir uslubga o'tdi. Shaytoning kelib qoldimi deganda, aqlli ayol bo'lgan Oysha onamiz yosh bo'lsa ham mana shu joyda Rasululloh, shayton bo'ladimi deb birdan ilmdan foydalanyapti-da. Urush janjal emas, ilmdan foydalanyapti. Mahrum bo'lmayapti. Shayton bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Har bir kishida shayton bo'ladi. U shayton ana shu kelib qolsa kuchayib ketaverar ekanda, qarang.
Demak, hozir ana shu rashkni qo'zilishi, rash sababli masalan ko'rasiz, mana bir ayol o'zini o'ldirib yuboradi, rash sababli biri zino qilib tashlaydi, rash sababli biri tamom kufrga qo'l berib qo'yadi va hokazo. Mana shunaqa holatlarda hammasi shayton orqali bo'ladi mana. Uni holi joniga qo'ymaydi. Illo shu bir narsaga olib kelib taqab turadi-da. Shu chegaradan chiqib ketish deyiladi mana. Chegaradan chiqib ketish. Balki sabr qilsa juda katta ajr mukofotlarga qolib ketardi. Hatto masalan qarang, mana ba'zi hadislarda o'qidik. Hatto ayol kishi masalan ba'zida bir kundoshga sabr qiladi. Ana shu sabr qilganligi uni shahidlarning maqomiga, darajasiga olib borib qo'yadi. Bu yerda faqat demak, ana shu kundosh bo'ldi ekan deb urush janjal qilavermaslik kerak. Mana bu yerda hozir mana hadislarda o'qiganimizda mana qarang, Oysha onamiz Zaynab onamiz bilan gaplashdi, mana o'rtada ozgina o'zini oqladi. Lekin Rasululloh izn bergandan keyin unda ham izn bergandan keyin bo'lyapti-da. Shu holatlari bor-da mana. Va yajibu an nufariqo bayna intisorina. Qarang, yana bu yerda bizga aytib beryaptiki, biz endi uni yaxshiligi ko'p bo'lib ketgan bir birodarimizdan o'zimizni oqlashimiz bilan bir zolim odam, u qattiq shu zulmida turib oladigan, haddan tashqari kibr qilib kofir bo'lgan odam bilan ana shu odamni o'rtasini ajratib olish kerak bo'ladi. Ya'ni haligi odamdan o'zini inson oqlashda, undan haqqini olishlikda. Agar yomonlik, sizga bir yomonlik qilgan birodaringiz tarafidan siz o'zingizni oqlab qolsangiz, gohida yomonlik battar ziyoda bo'lib ketadi. Ya'ni masalan haqqimni olaman shu odamdan desangiz, ba'zida yana ham uzun, ya'ni davom etib ketib qoladi. O'rtada musibatlar katta bo'lib ketadi. Shaytonning eshiklari mana shu holatda ochilib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun aytayaptiki, shaytonning eshiklarini yoping va manfaatlarni va mafsadalarni o'lchang. Bo'ldi, mana shu ya'ni. Asosiy mafsada, manfaatlarni o'lchash kerak bo'ladi. Endi Abu Dovudning sunanida keladi bir hadis mana shu ma'noda. Qarang, shu ma'noda hadis kelganda faqat varada anna rajulan waqa bi Abi Bakr fa azah. Mana hadisda keladiki, bir kishi Abu Bakrni oldiga boradi. Abu Bakrni aziyatlaydi Rasulullohning oldida turib olib. 3-chi marta gapiradi, ya'ni 1-chi marta, 2-chi marta, 3-chi marta gapiradi. Shunda Abu Bakr o'zini oqlaydi. Ya'ni sen o'zing unaqasan-ku, bunaqasan-ku deb o'zini tarafini olib turib nariga odamni qoralaydi. Shunda Abu Bakr o'zini oqlagan paytda Rasululloh turib ketib qoladi. Shunda Abu Bakr aytadiki, "Ey Rasululloh, nima siz menga bir g'azab qildingizmi? Nimaga turib ketib qoldingiz?" Shunda Rasululloh aytib beradiki, "Ey Abu Bakr degan, osmondan bir farishta haligi senga gapirayotgan odamni gapini yolg'onga chiqarib seni oldingda turib beryapti dedi. Sen o'zingni tarafingni oldingda o'rtada shayton tushib qoldi" dedi. "Endi men shayton tushgan joyda o'tirmayman men" dedi. Demak, qarang, mana ba'zi o'rinda gap talashning foydasi yo'q ekan. Kerak emas ekan. Ayniqsa bu shayton eng ko'p tushadigan o'rin er-xotinning o'rtasi. Bundan boshqa joyda shayton u darajada ko'p tushmaydi. Masalanda qarang, mana yuqorida ham, bundan oldingi darsimizda ham aytib o'tdik. Ba'zida bir ko'chadagi bir ayol bir erkak kishiga nima gapni gapirsin, sen unaqasan, bunaqasan, nima gapni gapirsa ham erkak kishi unga parvo ham qilmasligi mumkin. Lekin ayni shu gaplarni, u katta gap emas, yarmini bo'lsa ham ayoli gapirsa qo'zib ketaveradi. Urishkisi kelib ketaveradi. Nimaga? O'rtaga shayton tushadi. Demak, nima qilish kerak? Shayton tushgan paytda turib ketish kerak. Billa mana shunaqa holatda qolavermaslik kerak ekan. Ketish kerak ekan. Tushundingiz-a? Ketish kerak. Chunki mana bu hadisda ham qarang, Rasululloh shunday turyapti-da, ketyapti ya'ni. Keyin Abu Bakr borib so'rayapti: "Ey Rasululloh, nimaga ketib qoldingiz? Sen tarafda farishta turadi, seni himoya qilib, narigi odamni gaplarini yolg'onga chiqarib turadi. Sen endi gapirdingda o'rtaga mana shayton tushib qoldi." Demak, mana shunaqa holatlarda ketish kerak ekan. Qarang, kerak emas ya'ni. Xuddi shu yuqorida aytganimizdek-da, shu aytdi-ku, mana bir odam aytayapti-da, xotinim bilan kelishmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Unday qilib ko'r, bunday qilib ko'r desa, yo'q, bo'lmayapti deydi. Bo'lmasa alohida yashab ko'r. Shu xolos. Men bilgan narsam shu. Bunday ham bo'lmasa keyin oxir ajrashiladi-da, endi boshqa chorasi yo'q. Keyin mana shu izga tushib ketdi deydi. Qanday izga tushib ketdi? Shu haftada bir 2 marta, 3 marta kelaman deydi. Xuddi hali mehmon kelganda kutib olganda kutib oladi, jo'natib yuboradi. Bo'ldi, shunaqa bo'lib qolar ekan, qarang. Ba'zi ayollarning holati shunaqa ekan.
Nimaga desangiz, o'rtada shayton qattiq bo'lib qoladi-da. Shayton kuchli bo'lib qolgan bo'ladi. Shu shayton kuchli bo'lganligi uchun shu darajadagi masalalar, muammolar bo'lib ketyapti-da. Tushundingiz-a? Xo'p, demak qarang, yana aytib ketaveramiz. Demak, bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, mana Xottobiy shu hadisni sharhida aytib beradi. Shayton Abu Bakr o'zini tarafini olgan paytda shayton tushdi. Chunki o'zini tarafini olishlik, o'zini oqlashlik, o'zini himoya qilib turib, nari qarshi tarafga gapirishlik ba'zida hali insonni qo'zg'ab tashlaydi. Xossatan narigi odamning yomonligini takror bo'lishi bilan yomonlik ochiq zohir bo'lib turgan bo'lsa, qarasangiz, narigi odam chegaradan chiqib ketyapti. Masalan, odam borib narigi odamni sal jahldor odam bo'lsa, urib yoradi hamda. Shuning uchun aytayapti-da mana. Ya'ni ba'zida inson o'zini oqlayman deb turib, ana shu oqlash o'zini insonni haddan oshlik va davom etishlik bilan, ya'ni yug'ri degani sal nima qilib yoradi? Haddan oshirib yoradi. Mana bu narsa shu musibatlarni katta bo'lishiga sabab bo'ladi. Oddiy muomalada ham shu-da, muomalada ham shu. Men o'zim ana shu bir sal yoshroq bo'lgan vaqtimda bir ishxonada ishlardim-da, endi oshxonada. Ya'ni bir narsa pishirib sotardim. Shunda bir odam kelib qoldi. Endi yosh katta odam, men yosh bolaman baribir. 14 yosh, 15 yosh atrofida. Ya'ni shashlik pishirib sotyapman-da, tuz bormi dedi. Peshonangiz sho'r-ku, pomidorni peshonangizga surtib yo'ring dedim. Endi men ham katta odam bilan hazillashib olibman-da. Ya'nigi jahli chiqib urushga harakat qilyapti-da. Masalan, qarasangiz, shu muomalaning yo'qligidan-da mana. Muomalaning yo'qligidan. Xuddi shunaqa, masalan, bir odam do'konga kirsa, shu yuqorida mana aytib o'tdik buni ham. Do'kandagi odam ham kelsang kel, bo'lmasa olmasang bor, tur yo'qol chiqib ket desa. Sal jahli chiqadigan odam borib urib yoradi-da unaqa odamni. Keyin unaqa odamlar masalan ishi ham yurishmaydi. Qarasangiz, masalan, rizqi ham obdon bo'lib yurib ketmaydi, ya'ni. Val mag'lub ala amrihi yata'assa bi Nuh alayhisalom. Qarang, mana o'zini haligi ishida mag'lub bo'lgan odam, ya'ni masalan, qarasa tarozisini pallasi og'ir kelmayaptimi? Nuh alayhisalomga ergashsin. Nuh alayhisalom mana o'zini qavmidan ojiz qolgan paytda fadaa robbahu anni mag'lubun fantasir. Ya'ni Nuh alayhisalom Robbisiga duo qildi. Anni mag'lubun, men mag'lubman. Men mag'lubman, o'zing yordam ber dedi. Endi mana bu joyda mag'lub edi. Mag'lub bo'lgan holatda nima edi? Qavmi har taraflama kelaverganda bosim o'tkazavergan. Sen unaqasan, sen bunaqasan, majnunsan, zalolatdasan, o'zimizga o'xshagan odam deb ko'ryapmiz. Sen o'zing zalolatdasan, faqat shu. Qarasiz, masalan, da'vat qilyapti, dinga chaqiryapti. Ular bo'lsa tamomiy boshqa tarafdan keladi. Mana Nuh alayhisolamning qissasida o'tib ketdik-ku buni. Kechagi darslarimizda. Ya'ni sen o'zi unaqasan, bunaqasan, majnunsan, zalolatdasan, sen o'zi asli o'zimizga o'xshagan odamsan, sen bunaqa narsani da'vo qilib kelyapsan, unaqa narsa yo'q. Umuman, masalan, qarasiz, mana shunaqa holatlar bo'lardi-da. Oxiri mana shu joyda fadaa robbah. Nuh alayhisalom Allohga duo qildi. Ey Alloh, men mag'lubman. Bu odamlar meni ustimda kuchayib ketdi. O'zing yordam ber dedi. Qarang, masalan, ba'zi odam mag'lub bo'lib qoladi haqiqatda. Mag'lub bo'lib qoladi. Mag'lub qo'lidan hech narsa kelmaydigan bir holatda bo'lib qoladi. Ya'ni masalan, bir nimani ko'rib qoldim-da videoda. Qarasiz, bir Turkiyada bo'layotgan bir holatda, masalan, ana shu videoda, ya'ni bir kishi ko'chani videoga olib yursa, bir ayol kishi baqiryapti. Ey odamlar, bu meni videoga olyapti, menga haligi tajovuz qilyapti deb turib baqiryapti-da. Endi hali ayolning shallaqligini qarang-da, masalan, o menga video olyapti, meni nima qilyapti deb turib, xuddi haligi meni videoyimni olyapti, u bu narsa deb shunaqa qilib shantaj qilib tashlayapti. Haligi odamlar kelib haligi kishini urishyapti. Sen nimaga unaqa qilasan? Telefonini olib qarasa hech narsa yo'q. Quruq atrofda videoga olayotgan xolos. Endi atrof endi u chiroyli joy bo'lgandan keyin video oladi. Qarasiz, lekin masalan, shu shantajchi bo'lib chiqyapti masalan. Nima deyiladi bunaqa joyda? Xuddi mana shunaqa holatda aytiladi-da mana. Fadaa robbahu anni mag'lubun fantasir. Ey Robbim, men mag'lubman. O'zing yordam ber deyiladi. Bo'ldi, Alloh taolo buni sindiradi. Bunaqa odamni sindiradi. Amma qodir alal intisor bi quyudihi va shurutiha shar'iyya. Ammo endi o'zini g'olib qilishlikka qodir bo'lgan odam, o'zini
masalan quyud degani zanjir, ya'ni nimalar bilan, qaydlari bilan, shar'iy bo'lgan shartlari bilan qodir bo'lsa, fala uzra lahu fil khunu' wal istikanati lizolimin. Mana shu holatda endi bu odamni xuzu deb o'qisa bo'ladi, ya'ni bo'ysunishida, zolimlarga taslim bo'lib qolishida uzr yo'q. Endi taslim bo'lsin deb turib aytilmaydi. Lekin shu bilan birgalikda chegaradan chiqib ketma deyiladi. Chegaradan chiqib ketma deb turib aytiladi. Masalan, endi ba'zi odamlar oshirib yoradi. Ammo endi Alloh taoloning so'ziga kelsak, "Valaman sabara va g'afara inna zalika lamin azmil umur." Kim sabr qilsa, kechirsa, bu narsa irodali ishlardan. Bu oyatda ham o'zi Qurtubiy rahimahulloh aytadi, ya'ni maqsad bu yerda bir odamni kechirasiki, u ana shu bir boshqa odamga zulm qilishda unaqa qattiq turib olmaydi, oyoq tirab turib olmaydi ya'ni. Ammo zulmda oyoq tirab turib oladigan odam afzali unga inson ustun kelishi, ya'ni ana shu odamdan inson o'zini haqqini talab qilishi. Bo'ldi, mana shu. Ammo endi g'azabni yutishga keladigan bo'lsak, fa mustahsan va mandubun ilayhi. G'azabni yutishga kelsak, bu yaxshi sanaladi bu. Unga targ'ib qilinadi. Xosatan qachon? Ya'ni zolim odamga qudrati yetgandan va unga kuchi yetgandan keyin, masalan, bemalol haligi nariga odamga zarar bersa bo'ladigan darajada bo'ladi, lekin mana shunda ham zarar bermagan yaxshi. Agar tavbasini sodiqligi bilinsa, nadomati haqiqatda bilinsa, bekor qilibman, senga masalan zulm qilib haddimdan oshib qo'yibman desa, mana shu holatda ya'ni kechirib olgan yaxshi deyapti mana. Aw annahu zallatu minhu, o'zim meni xatoyim desa, shu xatosida qattiq turib olmasa, bunday odamlarni kechirib yuborish avlo bo'ladi mana. Ammo zaif odamni afv qilish u xuddiki zaif bo'lgan bechora odamni afvsidaqa. Ya'ni bu degani zaif, o'zi kuchi yetmaydi masalan birovga, bo'pti kechirdim deb turib ketishi. Bu o'zi zaif odamni afv qilishi nima deb aytiladi? Bu fazilat emas bu. Chunki qo'lidan hech narsa ham kelmaydi-da. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi deydigan odamning o'zi yo'q ya'ni bularga. Endi bu yerda yana qarang. Ana shu hozir gaplashgan asosiy masalamiz bu yerda odam o'zini oqlashi. Intisor xulqi deb aytiladi. Shu intisor xulqini tiriltirish bu muhim va zaruriy. Muhim va zaruriy deb turib aytiladi. Nimaga desa, ummat xorlikni qabul qilishga odatlanib qolmaslik uchun. Mana biz taraflarda qarang, xorlikni qabul qilishga odatlanib qolgan odamlar. Bemalol masalan shu layk bosganlik uchun ham qamab qo'yaveradi. Masalan, bemalol bu narsa. Yoki mana hozir kunda ko'rsangiz, Rossiyada qancha O'zbekistonlik, Tojikistonlik bo'lgan insonlar qirilib ketyapti. O'lyapti ya'ni. O'zi ruslarni ko'ryapsiz mana videolarda, ruslar qancha o'zi bosim o'tkazadi, bu bir. Ikkinchi navbatda Ukraina bilan qarshi jang qilgani chiqarib yuboryapti. Ya'ni o'lyapti qancha odam. Lekin qarang, Suriyaga chiqib ketayotganda, bu jihad qilyapti, bular hijrat qilyapti, bir narsalar qilyapti deb pashadan fil yasab har kuni efir. Har kuni shu domlalarni qoralaydi, televideniyalarga chiqarib olib, palonchi odamni vobshe eshitmaylar, pis palonchini vobshe eshitmaylar deb minbarlarda o'tirib ruscha qo'shib gapirib, vobshe eshitmaylar palonchini. Uni unday qilmaylar, buni bunday qilmaylar. Va hokazo mana shunaqa narsalarni qarang. Gapirishaveradi masalan. Aytmoqchi bo'lganim, qachon desiz yaqinda mana shu Suriyadagi holat. Lekin hozirgi kunda qancha odamlar o'lib ketyapti. Rostdan toza sanog'i noma'lum masalan. Rossiyada qancha o'zbek yigitlari, tojik yigitlari o'lib ketyapti. Mana shu Suriyaga chiqqan odamlar masalan, unaqa o'lgan ham yo'q edi. O'lgan ham yo'q. Ana shu nechta odam chiqqan bo'lsa, masalan aytaylikki, 1000 ta odam chiqqan bo'lsa, 1000 ta odamdan o'lganlari kam. Undan tashqari o'lsa ham bir bularga o'xshab tog'ut yo'lida ketgan yo'q masalan. Bir jihod, din deb turib, ana shunaqa joyda ketdi. Lekin shu bilan birgalikda e'tibor beradigan bo'lsak, bularni kim yo'lida ketyapti mana? Bir Rossiyani himoya qilaman deb kofir bo'lib o'lib ketyapti ana shu odamlar. Zohiran kofir deyiladi ya'ni bularda. Bu boshqa chorangiz yo'q-da. Ash Rossiya olib chiqyapti masalan armiyasiga qancha masalan bu narsani axborotni ko'ring mana internetda. Tiqilib yotibdi masalan. Ya'ni bemalol aytmoqchi bo'lganim, ko'rasizda, ya'ni ochiq haddan oshyapti masalan. Qancha ana shu o'zbek yigitlari, tojikistonlik bo'lgan bolalar, qanchasi mana videolarda ko'radigan bo'lsangiz, urushga keldi deydi, o'lib ketadi mana. Ana shularda aytsa bo'ladiki, itday o'lib ketyapti deb turib. Suriyadagi odamlarni itday o'lib ketyapti deb turib, rosa baqirib yurishadi. Endi hozir to'xtadi ham-ku mayli.
Lekin misol uchun aytamizda, masalan qarang. Demak, bu yerda ham aytmoqchi bo'lgani ana shu intisor bo'lgan xulqni ihyo qilish u muhim, zaruriy u. Nimaga? Ummat xorlikni qabul qilishga odatlanib qolmasin. Xor bo'lib yashashda o yashaversin emas. Tushundingiz-a? Xor bo'lib tep qo'ysangiz, ana shu yashab yuraverar ekanda. Odamning holati shu ekan, ya'ni xor bo'lib yashab yuraverar ekan. Uni ustiga g'olib bo'ladigan fosiqdan va uni so'yib tashlaydigan, bo'g'izlab tashlaydigan kofirdan xorlikni qabul qilib qolmasin. Chunki sakinatga odatlanib qolgan ummat zulmni oldida va hamda xorlanishni oldida, masalan, qarang mana, chunki bu ummat deyapti mana. Sakinatga odatlangan bo'lsa zulmni oldida va vadoaga ya'ni odatlangan bo'lsa, degani vadoa degani indamaydi, tep qo'yadi. Yer yutsa ham, val asf degani maqsad, xosf degani yer yutsa ham va ustidan bir narsalar yog'ilsa ham. Ana shu narsalarda xullas mana shunaqa holatda bo'lsa, bu ummatni ko'rasizki, mana sana xorlikni qabul qiladigan holat bo'lsa, ma'rufga buyurish va munkardan qaytarish ruhiyatini yo'qotadi. Ya'ni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarish ruhiyati yo'q bo'lib qoladi shunaqa xorlikni qabul qiladigan bir jamiyatda. Amr ma'ruf nahiy munkar qiladigan odam najot topadi odatda. Va unda jihodning ruhi yo'q bo'lib ketadi. Mana biz vatanlarda ko'ring, jihodning ruhi yo'q bo'lib ketdi. Endi fahal nahnu muntasirun hina yalzamun intisor mimman la yartadi illa bil intisor. Endi mana aytayapti-da, biz endi o'zimizni oqlaymizmi? Oqlash lozim bo'lgan vaqtda. Faqat shu oqlashlik, g'olib bo'lish, intisor bilan degani, ya'ni haqni olishlik bilan, g'olib bo'lishlik bilan tiyiladigan odamlardan. Ya'ni masalan, bir odam sizga napadeniya qilsa, siz unga qarshi turib bersangiz, ana shu odamlarga bemalol bir g'olib bo'lsa bo'ladi. Ya'ni qilamizmi shunaqa narsa? Yo qarab turaveramizmi? Qani ruslar qancha bostirib keldi? Qirib tashadi masalan. Ruslar kirib, ana shu bizdagi odamlar, sufiylar ayniqsa, shunday eshiklarni ochib bergan, shu vatanning eshiklarini shunday ochib bergan. Qani kiringlar, marhamat. Qancha odamni shunday qirib yuborildi. Bemalol xotirjam. Qancha odamlar o'lib ketgan. Ahli ilmlarni o'ldirib yuborish holatlari bo'lgan. Ayni shu narsani aytayapti mana. Fahal nahnu muntasiruna hina yalzamul intisor mimman la yartadu illa bil intisor. Ya'ni intisor bilan degani g'oliblik bilan to'xtaydigan odamlar tarafidan g'olib bo'lishdi, ya'ni ularga kuch ishlatishdi qilamizmi, yo'qmi? Yo chapga olib o'tiraveramizmi? Indamasdan o'tiraversak, mana xorlikni qabul qiladigan odamlarga aylanib qolamiz ekanda. Xullas shu ya'ni. Endi mana bu faslning xulosasi va uni moddalari, asosiy mana shu joyda gaplashgan narsamiz afu xulqini, ya'ni intisor degan narsa mana odam o'zini oqlashi. Afu xulqini komil qilish ekan. Sahiylikni komil qilish deyiladi. Afu qilish qachon mumkin bo'lmagan o'rinda. Ba'zi o'rinlarda demak kechirishni keragi yo'q ekan. Kechirishni keragi yo'q. Lekin bu narsani yuqorida aytib o'tdi. Ya'ni bu narsa er-xotin bir-biriga tushiradigan narsa emas. Subhanalloh, shu narsani bir necha marotaba duch kelyapmiz-da mana shu savol-javobga, shunga o'xshagan narsalarga. Ba'zida bir ayolni ustoza deb turib o'rtaga qo'yadi, er-xotinni o'rtasiga qo'yadi. Bu nimaga kallasi yetadi? Bunday qarang, men ustoza bo'lgan taqdirda ham ko'p narsaga kallasi yetmaydi baribir. Er-xotinni o'rtasini buzib beryapti. Buzyapti. Bunaqa narsani necha marta men duch kelyapman masalan. Biz qancha masalan ba'zi o'rinlarda yurganimizda qancha o'zi duch kelardi bunaqa holatda. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, faqat qarasangiz ba'zi ana shu ayollar ustozaman deb turib, er-xotinni o'rtasini buzib qo'yapti. Bularga men ogohlantiraman, Allohning la'nati bo'lishidan qo'rqsin. Chunki qaysi bir ayolni eriga qayrab qo'ysa bir ayol, unga Allohning la'nati bo'ladi degan Rasululloh. Va ba'zi hadislarda bizdan emas unday ayollar degan. Qayrab qo'yishlik bu narsa, toza bu. Uni o'rniga o'rtani yarashtirish, ittifoq qilib kelishtirishni bilish kerak. Va bu masalan manaqa narsada birovchi hech qachon sizni g'am tashvishingizni umuman ya'ni e'tiborga olmaydi, tupurib qo'ygan sizga. Shuning uchun ham odam sal o'ziga nima qilish kerak bo'ladi? O'ziga o'zi rahm qilish kerak bo'ladi, farzandlariga rahm qilish kerak. O'zi bilasizlar o'zingizlar. Al-intisoru minal bag'i al-mu'limi al-musir awla minal afi. Xullas, haddan tashqari qattiq turib olgan, shunaqa e'lon qiladigan, zolim bo'lgan odamni
ana shunaqa odamni, masalan, unaqa haligi haddan tashqari, haddan oshib ketgan odamga g'olib bo'lish, undan haqni olib olishlik kechirib yuborishdan va afu qilishdan avvalroq ekan. Ya'ni nadomat qilgan, xatoni tark qilaman deydigan odamlarni afu qilishdan, ya'ni mana shu odamlarni afu qilgan yaxshi bo'ladi, o zulmkorni afu qilgandan ko'ra. Xo'p, yana oladigan foydalarimizda, mana shu mavzularimizda qarang, 3-chi olgan foydamiz intisordagi shijoat. Ya'ni inson o'zini oqlashda shijoatli bo'lish kerak. Bu narsa afuni, hali xato kamchilik tarafidan, xato qilib qo'ygan odam tarafidan afuni qabul qilishga hech zid emas. Afu qilsa bo'lar ekan shu odamni. Va yana zolim odamga g'olib bo'lishlikka molik bo'lish fatvosi. Qani, bu yerda yana aytmoqchi bo'lgan Imom Malikning fatvosi demoqchi. Zolim odamga ba'zida shu zolim bo'lgan odamdan inson o'zini haqqini talab qilsa bo'lar ekan. Ya'ni u sizga gapirib qo'ydimi? Gapdagi haq bu. Bir narsangizni tortib olgan odam bo'lsa emas. Ya unaqa bo'lsa batariqa avlo olaverasiz. Lekin bu oddiy gap so'zlar bu. Nimaga? U odam mag'rurlanib o'zini zulmida davom etmasligi uchun. Al-qasdu fil intisor. Intisorda g'alabada, intisorda maqsad qilish. G'alabada maqsad bo'lish, qasd bo'lishi. Nimani qasd qilish kerak? Misl bilan bo'lish kerak. Ya'ni bu haddan tashqari bir haligi chegaradan chiqib ketgan odamni, ya'ni mu'tadiyda ana shu tajovuz qilib qo'ygan odamni zulmidan ziyoda qilib tashlamaslik kerak. Chegaradan chiqarib yubormaslik kerak. Odatda chegaradan chiqashlik bu narsa nifoq alomati. Juda ko'p ko'rasizlar bu narsani ham. Ya'ni odam o'zi aslida birovda ko'rish shart emas, o'zini o'zi to'g'rilab olish kerak. O'zi aslida menda bormi yo'qmi deb. Masalan, qarang, mana ba'zi odamlarning holati agar talashib qolsa, tortishib qolsa fojirlik qiladi, buzuqlik qiladi. Bemalol fojirlik qilib tashlaydi. Yo'q, haligi odam bilan gaplashishning iloji yo'q. Bo'ldi, seniki to'g'ri deb turaverasizda. Ba'zida yaqin odamga shunaqa bo'ladi. Yushtaratu fil hilm alla yuhilla bil mur'a. Xullas 6-raqam degan aytyapmiz ekan, mana hilm bo'lishda, halimlikda. Odamgarchilikni buzmaslik kerak. Halim degani bir yo'l endi yuqorida buni ham ancha gapirdik. Odamgarchilikni buzmaslik kerak. Illo mana shu holatda, ya'ni odamgarchilikni buzish holatlari bo'lib qolsa, endi haligi masalan bir odamlarni mana yuqorida aytib o'tdik-ku, dayus deydigan bir nomga ega bo'ladigan bir holatlari bo'lib qolsa, unda inson mana shu holatda sal qattiqroq turib berishi avlo bo'ladi. Fal intisoru avla deyiladi. Keyin al-jahra bisu, yomonlikni jahriy qilish degan oyatning tafsirida o'tdik. Ahmoq odamning qo'lini ushlab qo'yish va uni zulmidan tiyishlik. Bu narsalarni aytib o'tdik, ya'ni bu 7-si bo'ldi. 8-chi aytib o'tgan narsalarimiz Oysha onamiz bilan Zaynab onamizning o'rtasida bo'lgan o'sha gapdagi talashuv. Oysha onamiz o'zini haqqini talab qilganligini ko'rdik masalan. 9-navbatda ya'ni inson o'zini haqqini talab qilyaptimi, o'zini oqlayaptimi, u odam chegaradan, insofdan o'tib ketmasligi kerak ekan. Oddiy qilib aytilsa, munofiqlik alomatini qilmaslik kerak. Iza xosama fajara, husumat qilsa fojirlashib ketaveradi. Unaqa narsa qilib yormaslik kerak. 10-navbatda kim o'zini ishida mag'lub bo'lsa, masalan ba'zida gap talashasiz, sizdan gapda ustun kelib turaveradi ba'zilar. Ba'zilar gapda ustun kelib turaveradi. Nima deysiz mana shu joyda? Bo'ldi, duo qilasiz, xolos. Qodir bo'lgan odam o'zini oqlaydi. Qodir bo'lmasa endi nima qilinadi deyilsa, xuddinki Nuh alayhisalom Allohga duo qildi. Men mag'lubman, o'zing yordam ber dedi-ku, shunaqa qilib aytadi. Endi zaif odamni kechirib yuborishda fazilat yo'q, ya'ni. Kechirib yuborishda fazilat yo'q. Endi Qurtubiy rahimahulloh valaman sabara va g'afara degan oyatni qattiq turgan odamdan boshqasini qattiq turmagan odam bo'lsa, ya'ni masalan, hali o'zini xatosida oyoq tirab turib olmaydi. Mana shu odamni afu qilishni aytib o'tgan, ya'ni. Musirni qattiq turmayaptimi, afu qilib yuborish kerak degan. 12-chi aytib o'tadigan narsamiz intisor xulqi, o'zini oqlashlik masalan. Bu ummatda o'zi bir nima deb turib aytiladi? Bir hayot o'zi. Bunaqa xulq ham bir yaxshi narsa. Jihodning ruhi deyiladi. Birov shaxsga qo'llashda emasda, bu narsani asosiy jamiyatda qo'llash kerak bo'lgan xulq bu intisor. Ummat uchun kerak bu narsa. Chunki kofirlar qancha zulm qilyapti, indamasdan qarab turavermaslik kerak-da. Qarab turavermaslik kerak. Chunki manaqa narsa bo'lib qoladi. Qancha xorlikni qabul qilsangiz, qoningizda xuddinki
shunaqa holat bo'lib qoladiki, Bani Isroilning holatiga o'xshash holat bo'lib qoladi. Bani Isroilni qarang, asha doim Fir'avnning zulmini ostida yashab yurganligi uchun ham xorlik ich-ichiga kirib ketib qolganda ularda. Shuning uchun ham mana Musa alayhisalom kelyapti-da, ularni da'vat qilsa, faqat nima qilyapti? Faqat ularni qora otliq, ularni yomonlikka chiqarib shunaqa holatda bo'lyapti-da mana. Faqat shu ya'ni. Ya'ni sen unaqasan, bunaqasan, Musa alayhisalomga shu faqat gapda o'zi sen kelishingdan oldin ham bizga bir ziyon tegdi, kelmasan ham bir ziyon tegdi, kelsan ham ziyon tegdi deb qancha gaplarni qilib tashlagan. To'g'rimi? Masalan, mana Fir'avn bir tush ko'radi deb aytiladi yoki boshqa holatlar ham bo'lgan. Bani Isroildan chiqadigan bir bola uni hali mulkini sindirishi, yo'qotishini aytilganda, shu tush ko'rib qoladi shunaqa. Shuning uchun Bani Isroilda qancha o'g'il bolalarni qirishni boshlagan. Shuning uchun Bani Isroil aytganda, ya'ni o'zi kelmasingdan oldin ham bizga bir ziyon bo'lding, kelib ham ziyon bo'lding degan. Bu narsa nimadan bo'lyapti? Shu doim shunaqa, ya'ni yomon xulqni qabul qilaverishlik odamni shunday qilib qo'yadi. Shuning uchun ko'rasiz, hozirgi kunda odamlarda gap talash, o'zini oqlash bor. Qanaqa, kimni oqlaydi? Farzandlarni ko'ring, faqat ota-onasiga zardobini qiladi. Ota-onasiga qattiq, siz unaqasiz, siz bunaqasiz, siz undaysiz, bunday, faqat otasiga, onasiga tashlaydi. Ayollarni ko'rsangiz eriga tashlaydi. Erni ko'rsangiz ayolga tashlaydi. Shunaqa holat bo'lib qolganda masalan. Nimadan bu narsa? Xorlikni qabul qilishlikdan. Alloh saqlasin. Alloh bunday xorlikdan o'zi bunday xorlikni ummatni boshidan ko'tarsin. Mana shu joyda